Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2026-yil 26-yanvar haftaning dushanba kunidagi chiqayotgan qishlarimiz holatlari. Qishlarimizni ranglari atlasli holatda, hozir mana ko'rib turganlaringizdek sapsariq atlasli holatda chiqyapti. Razmerlari standart 6-12-25. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Narxlari 750 so'mdan, juma kunlari 740 so'mdan qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beryapmiz. Hozir bunga 12 mingtalik mashina 12 ming taklanyapti. Sanoqlariga uqalanib ketmasligi garantiyalari bor. Sho'rlamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan Bog'dod pishgan qishlari. Rossiyada musofirda yurgan qadrdonlar, xudo xolasa WhatsApp, Telegram pastdagi raqamlarda bor. Aloqaga chiqsalaring uylaringga boradi. Xohlasalaring plastik, xohlasalaring naqd pul uylarga yetib borgandan keyin pulni berilaveradi. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beramiz.